semizlikdan erkaklarda bepishlik bo'lishi, unda seksual muammolar bo'lishi, ya'ni akasi erkak kishi semirib ketganda bu spermatozoidlar o'zini funksiyasini bajarmay qo'yar ekan. Nimaga desa, o'zi asosan spermatozoid ikkita funksiyasi bor. Bittasi harakatchanlik funksiyasi, bu nima uchun kerak? Tuxum hujayrani oldiga kelish kerak. Eng asosiy funksiyasi bu tuxum hujayrani urchitish kerak. Ana o'sha semizlik bo'lgan paytda amorf o'sha plyonka deydi, parda bilan spermatozoidlarni usti yopilib qolar ekan. Va shu yopilib qolganning hisobiga bu tuxum hujayrani oldiga kelganini даже bilolmaydi, uni urchitolmaydi. Shuning uchun ham bularda ko'pincha bepishlik bo'ladi. Keyingisi, sizda o'sha testosteron tushib ketadi, sizdagi bo'lgan xohishlar, ayolingizga bo'lgan muhabbat, uni hurmat qilish, unga tortish degan narsa yo'q bo'lib ketib qoladi.